Mamlakatimizda Navro'z bayrami keng nishonlanmoqda. Xabar berayotganimizdek, kecha poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'ida ushbu bahoriy ayyomning asosiy tantanasi bo'lib o'tdi. Majmuadagi muhtasham amfiteatrda keng jamoatchilik, parlament a'zolari, turli sohalarda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz, diplomatik korpus vakillari, yoshlar jam bo'ldilar. Tantanada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va nutq so'zlab, butun xalqimizni Navro'z bayrami bilan samimiy tabrikladi. Davlatimiz rahbari bu yilgi Navro'z muqaddas Ramazon oyida uning tabarruk fazilatlariga uyg'un holda o'tayotgani, bayramga alohida ruh, o'zgacha fayz va quvonch bag'ishlayotganini alohida ta'kidladi. Tabrikda Navro'zning betakror go'zalligi, insonparvarlik ruhi va teran falsafasi globallashuv davrida ham butun bashariyatni hayratga solayotgani uning azaliy mohiyati va hayotbaxsh kuchidan dalolat berishi aytib o'tildi. Davlatimiz rahbari mamlakatimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ortga qaytmas islohotlar haqida to'xtalib, uning qadrini ulug'lash, ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash, aholi daromadlari va turmush darajasini yuksaltirish yo'lida qat'iy qadamlar qo'yilayotganiga urg'u qaratdi. Yurtimizda ko'plab zamonaviy sanoat majmualari, infratuzilma va logistika tarmoqlari, avtomobil va temir yo'llar barpo etilmoqda. Biznes, IT va turizm sohalari jadal rivojlanmoqda. Minglab yangi imorat va uy-joylar, bog'cha va maktablar, oliygohlar, shifoxonalar, madaniyat va sport maskanlari bunyod etilyapti. Shahar va qishloqlarimiz, butun yurtimiz qiyofasi tobora go'zal va obod bo'lib bormoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida diyorimizda yangi ekologik muhit yaratilyapti. Prezidentimiz azmu shijoatli, iste'dodli yoshlarning yutuqlarini alohida tilga olib, ilm-fan, madaniyat, adabiyot va san'at, sport sohalarida vatanimizni dunyoga tarannum etayotganlarni alohida qayd etdi. Qayerda bo'lmang, qaysi sohada ishlamang, milliy qadriyatlarimizga, o'zligimizga, vatanimizga munosib va sodiq bo'ling, dedi mamlakatimiz yetakchisi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida mahalla tizimining jamiyat hayotidagi o'rniga ham e'tibor qaratdi va 22-mart kuni mamlakatimizda keng nishonlanadigan mahalla tizimi xodimlari kuni bilan ham barcha yurtdoshlarimizni, mahalla faollarini samimiy tabriklab, ularning sharafli faoliyatida ulkan yutuqlar tiladi. Prezidentimiz butun xalqimizga murojaat qilib, bizning kuchimiz birlik va ahillikda, qudratimiz vatanga mehr va sadoqatda, yutug'imiz o'zimizga bo'lgan yuksak ishonchimizda ekanini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari so'zining yakunida bugungi bayramda ishtirok etayotgan xorijiy davlatlarning muhtaram elchilarini, barcha diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlar vakillarini xalqaro Navro'z kuni bilan samimiy qutlab, ularning mamlakatlari va xalqlariga do'stlik salomini yo'lladi. Shodiyonada O'zbekiston san'at ustalari, shuningdek yosh ijrochilar tomonidan katta konsert dasturi namoyish etildi. Bugun yurtimizda 130 dan ziyod millat vakillari ahil va inoqlikda hayot kechirib, yurt rivoji uchun o'zlarining munosib hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Ma'lumki, Navro'z nafaqat yasharish va yangilanish ayyomi, mehr oqibat, tinchlik va do'stlik ayyomi sifatida ham e'tirof etiladi. Bugungi bayram kunlari bu ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. Davlatimiz rahbari milliy madaniyat markazlari vakillari bilan samimiy suhbatlashdi. Turli millat folklor etnografik dastalari o'zlarining milliy kuy-qo'shiqlarini ijro etdilar. Prezidentimiz bu yerda jamoatchilik vakillari, faollar, turli hududlar va mahallalardan tashrif buyurgan bayram ishtirokchilari bilan muloqot qildi. Shuningdek, mamlakatimiz rahbari xalq amaliy san'ati ustalari, hunarmandlarimiz tomonidan tayyorlangan nafis namunalar bilan tanishdi. Mana bugun mana shu Navro'z ayyomining juda bir yurtimizda katta bir ko'tarinki kayfiyatni nishonlayotganligi albatta yurtdoshlarimizni kayfiyatiga kayfiyat qo'shyapti. Mana bugun muhtaram yurtboshimizni mana shu bayram tabriklarini yurtdoshlarimizga yo'llaganliklari albatta yurtdoshlarimizga juda katta bir kayfiyat berdiki, shaxsan menga ham mana shu tabriklarda ayniqsa mana shu yoshlarga bo'lgan e'tiborlari, mehrlarini yana bir eshitganligim juda katta bir menga motivatsiya berdi desa mubolag'a bo'lmaydi. Sababi prezidentimiz mana shu nutqlarda aytdilarki, hayotga katta orzu umidlar bilan kirib kelayotgan yoshlarimiz yangi O'zbekistonning ilg'or va qudratli kuchiga aylanib borayotganligi barchamiz guvohmiz deganliklari va azmu shijoatli, iste'dodli farzandlarimiz dadil va mardonavor harakatlari dunyoga katta aks sado berayotgani bizni benihoya quvontiradi degan so'zlari albatta mana shu yurtdoshlarimizni, ayniqsa yoshlarimizga juda katta bir kayfiyat berdiki, mana shu bugungi kunda yangi O'zbekistonimizda yoshlarga oid davlat
siyosati darajasida bir amalga oshirayotganligini bir yaqqol bir misoli desam bu ham mubolag'a bo'lmaydi. Shaxsan o'zim ham mana shu bayram tabriklarini eshitib o'zimni oldimga juda katta bir vazifalarni belgiladimki, mana shu muhtaram yurtboshimizni joylardagi mana shu olib borayotgan islohotlarni targ'ib qilishda, yetkazishda, mana shu yoshlarimizga bugun tabriklarda yana bir narsani aytib o'tdilarki, yuqori texnologik korxonalar bo'ladimi, sport yo'nalishi bo'ladimi, barcha jabhalarda bugun yoshlarimizga katta imkoniyatlar eshigi ochilganliklarini aytib o'tdi. Bugun yosh rahbarlarning salohiyati, soni, sifati ko'payib borayotganligiga alohida e'tibor berdilarki, albatta mana shu men ham bir Sirdaryodagi bir yosh rahbar sifatida, yoshlarni bir lideri sifatida bemalol ayta olamanki, bugun mana shu yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlardan bir oqilona foydalanib, yurtboshimizga albatta biz ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Va muhtaram yurtboshimiz aytdilarki, aziz farzandlarim, sizlar vatanimiz osmonida yorqin yulduz bo'lib porlaydigan bir vaqt keldi deganliklari albatta menga ham juda katta bir kuch beradi va o'zimni ustimda ko'proq ishlab mana shu mamlakatimizdagi bo'layotgan jarayonlarga bevosita o'zim bir hissamni qo'shishlikka bir menga kuch bo'ladi. Bu tadbirda qatnashishda juda baxtliman shaxsan o'zim. Chunki yangi O'zbekistonda bo'layotgan katta o'zgarishlar, kuni kecha mana bizning Yunusobod tumani Oqtepa mahalla hududida Hightown City ochilishi bo'ldi. Mana bunda prezidentimiz tashrif buyurdilar. Tashrif paytida mahallamizdagi bugun tumanimizda bo'layotgan yangiliklarga qo'shilgan holda bizning Oqtepa mahallasida hududda joylashganligi uchun ham qo'shimcha ish o'rinlari ochildi. Bizning mahallamizda ishsizlar ish bilan ta'minlandi. Qo'shimcha savdo maskanlariga ishlarimizni berdik. Undan tashqari mana kuni kecha bayram oldi mahallamizda 1.8 kilometr asfaltlashtirib, obodonlashtirdik. Bundan juda mahallamizni fuqarolar juda xursand. Hammalarni Navro'z bayrami bilan muborakbod etib, chin dildan tabriklab qolaman. Bugun mana yaxshi kayfiyatda katta bayramni o'tkazyapmiz. Juda katta ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Shu bilan birgalikda biz uchun eng quvonarlisi bo'lgan muhtaram prezidentimizdan tabrik so'zlarini eshitish bo'ldi. Ushbu tabrik so'zlarida ijtimoiy sohani rivojlantirish yuzasidan gapirib fikr bildirdilar. O'ylaymizki, bugungi kunda yoshlarga e'tibor, qolaversa sportga e'tibor va mana shunday yangilanishlar, rivojlanishlar davrida yashayapmiz. Bu yangilanishlar davrida biz prezidentimizga kamarbasta bo'lamiz deb va'da beraman. Yoshlar kechagi yoshlardan tubdan farq qiladi. Albatta bugungi yoshlar barchasi yangi O'zbekiston yoshlari hisoblanadi.